Istanbulda mushular uchun shunaqa bankomat qo'yilgan ekan. Ko'p joyda ko'rdim. Xullas bu bankomat nima uchun? Masalan, 10 tangasi deylik, bizani pulda 5000 so'm deylik yoki 2 lira. 5000 so'm solasizlar, shunga yarasha ko'rim tushadi. Masalan, eng arzon ko'rimi pulingizga yarasha 50 ming so'mlik tashlasanglar, masalan 10 lira, 50 lira, shunga yarasha premium klass ko'rim tushadi mushular uchun. Masalan, xayriya qilmoqchi bo'lsak ham, nima deysizlar? Mana shunaqa bankomat Toshkentda ham qo'ysak, birgalashib menga yordam bersanglar, bankomat qo'ysak, ko'chadagi mushular uchun ham odamlar xayriya qilmoqchi bo'lsa yoki nima pul tashiydi, shunga yarasha ko'rim tushadi. Ko'chadagi mushular ham ovqatsiz qolmaydi. Juda zo'r narsa ekan. Juda xursand bo'lardim agar bizani Toshkentda ham shunaqa xayriya ishlar bo'lsa, mushular uchun shunaqa bankomat qo'ysak. Men o'ylayman, bizani Toshkentimiz uchun ham juda katta ham plyus ham zo'r narsa bo'lardi. Shunga fikringlarni kommentariyada kutib qolaman. Istanbulda mushularni juda ham yaxshi ko'rishar ekan. Hamma joyda mushular. Har bir tochkalarda mushularni ko'rasizlar va ularga bo'lgan e'tibori, bo'lgan mehrini ko'rib men juda hayron qoldim. Bizda Toshkentda mushular masalan unaqa bemalol yurmaydi. Unaqa bemalol yurmaydi mushular. Chunki juda ham qo'rqadi yoki bizda juda ko'pchilik mushularni yomon ko'radi. Ayrimlari eshitganman, masalan, xo'jayinlari oynadan otib yuboradi. Qaynonasi juda yomon ko'radi, mushuni irkanadi. Mumkin emas mushuga yomon e'tibor qilish yoki bunaqa narsalar qilish juda ham katta gunoh. Lekin ko'pchilik bizda bilmaydi. Istanbulda hamma mushularni yaxshi ko'rar ekan. Ular masalan mushular bemalol, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bemalol ko'chada yurishar ekan. Umuman qo'rqmaydi, odamlardan umuman qo'rqmayapti. Bizda bechoralar uzoqdan odamni ko'rsa qochadigan-da mushularimiz. Abiyoda juda yaxshi ko'rishadi mushularni. O'shaning uchun ham mushular o'zini uyida yurgandek yurishar ekan. Xullas, respekt. Istanbulga juda respekt. Hayvonlarga e'tibori, mehri, mushularga bo'lgan mehriga men shokka tushdim desam ham bo'ladi. Qaniydi bizani Toshkentda ham shunaqa mehribon odamlar ko'paysa, xalqimiz yanada ahil bo'lardi. Fikrimga nima deysizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar birgalashib, birga bo'lib pul yig'ilsa, shu bankomatni men surishtiraman va xudo xolasa zakaz qilib Toshkentga qo'ysak, menimcha hali hech kim qilmagan ish qilgan bo'lardi biz ham.